namozga shoshil. Hayya alas sola. Namozga shoshil. Biz qanaqa zamonda yashayapmiz, birodarlar? Biz g'alva, g'am tashvish, siqilish, bunaqa narsalar har zamonda ham bo'lgan, lekin bizni davrimizga kelib turib bu narsalar ko'payib, tezlashib ketganga o'xshaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innalloha ma'as-sabirin. Ey iymon keltirganlar, sabr bilan, namoz bilan mendan madad so'ranglar. Albatta Alloh sabirlar bilan birgadir. Insonda boshiga musibat kelganda, qo'rquv kelganda, xavotir kelganda, vahima, siqilish kelgan paytda nima qiladi? Kimdir mana shu narsadan qutulish uchun ichadi. Kimdir chekadi, kimdir uxlab oladi, kimdir boshini qumga tiqib oladi. Mo'min odam nima qiladi? Alloh azza va jalla aytayapti, agar sizlarga mana shunday bir xatarli holat, qo'rquv, xavotir, vahima, siqilishlar keladigan bo'lsa, namozga turinglar. Birodar, agar qalbing torayib ketsa, ishlaring qiyinlashib ketsa, makr ko'payib ketsa, namozga shoshil, namoz o'qi. Agar kunlaring qorong'ilashib ketgan bo'lsa, tunlar o'zgarib ketsa, xavotirdan, qo'rquvdan dunyo ko'zingga keng bo'lib turib ham tor bo'lib ketgan bo'lsa, namozni o'zingga lozim tutgin. Chunki har bitta ishi siz bilan bizga ibrat bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ayni shunday qilar edilar. Qiyinchilikka duchor bo'lib qolsalar, mashaqqatga duch kelib qolsalar, namozga turardilar. Badr kunida chodirda o'tirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qidilar va Robbisiga duo iltijo qilib yolvordi. Alloh taolo Badrda g'alaba berdi. Alloh azza va jalla 1000 ta farishtani tushirdi. Xandaq kunida 10,000 kishilik mushriklarning qo'shini Madinaning shimoliga kelib to'xtadi. Musulmonlar sanog'i oz. 3000 kishi xandaq kavladi. Xandaqni bitirishiga 10,000 kishilik qo'shin kelib to'xtadi xandaqning u tomonida. 10,000 taga 3000 ta. Bu ham yetmagandek, Madinaning orqa tomonida turgan Banu Qurayza Rasululloh bilan ahdini buzib xiyonat qilishdi. Orqadan ham xavotir bor, oldidan ham xavotir bor. Mana qo'rquv. Mana shu paytda Rasululloh bilan xandaqni kavlagan 3000 ta odamdan 10,000 taga qarshi 300 ta odam qoldi. Oldi tomonda katta qo'shin, orqa tomonda Banu Qurayzaning xiyonati, ana xatar, ana qo'rquv, ana xavotir. Holat shunday bir tang ediki, bu holatni Alloh taolo o'zi ta'riflab berdi. Astagfirullah. Va idzaghatil absaru va balaghatil qulubul hanajira. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan. Ko'z tinyapti qo'rquvdan. Jon tomog'iga, bo'g'izga tiqilib qolgan. Mana shunday bir xatarli o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga shoshildilar. Mana siz bilan bizga har bitta ishni ibrat bo'lgan Rasulullohning qilgan ishi. Biz ham hayotda siqilib, to'yib jonimizdan dunyo ko'zimizga torib ketgan bo'lsa, namozga turishimiz kerak. Ahvoling og'irlashdimi, ishing taraylashdimi, namozga shoshil birodar. Rasulullohga ergash, namozga shoshil. Rasulullohga ko'p salovat ayt. Mana shu narsa qalbingga nur olib keladi. Xursandchilik olib keladi, quvonch olib keladi va mushkulingni hal qiladi Alloh inshaalloh. Boyaga biz aytayotgan boshini qumga tiqib olayotganlar, ichayotganlar, ichdi, muammoni unutdi. Hop, masligi tarqadi. Muammo hal bo'lib qoldimi? Turibdimi? Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ey mu'minlar, namoz bilan, sabr bilan, namoz bilan Allohdan madad so'ranglar. Agar birodar ustimizga xatar kelsa, xafargarchilikka duch kelib qoladigan bo'lsak, namozda rohat olishimiz kerak. Shunda namoz siz bilan bizni nafsimizni, ruhimizni, jonimizni oromi bo'ladi, xotirjamligi bo'ladi. Inshaalloh g'am tashvishlarni ketishlikdagi eng kuchli bizni qo'limizdagi qurol bu namoz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biron ishdan siqilsalar, biron bir ishdan tashvishga tushsalar, alihna bis-salati ya Bilal. Ey Bilal, bizni namoz bilan rohatlantiring derdi. Ya'ni azon ayting, takbir ayting, namoz o'qiylik, bir maza qilaylik derdi. Bizni namoz o'qishligimiz bilan sahobalarning namoz o'qishligining farqi ham shunda-da. Ular namozga xuddi bir dam olishga yoki bir orom olishlikka, sakinat olishga kelgandek kelishar edi. Biz namozga qanaqa kelamiz?
Faraz qiling, tashqari sovuq bo'lib turgan bo'lsa, issiqxonadan chiqqisi keladimi tashqariga? Yo'q. Joningiz issiqda orom oladi. Endi chiqib ketyapsizmi? Demak, ichkarida joningiz orom olmayapti. Namozni tashlab chiqib ketayotganda shu narsa esimizda tursin, birodarlar. Namoz Rasulullohning ko'zlarini quvonchi, saodati va xursandchiligi edi. Agar biz salaf solihinlarning hayotini bir mutolaa qiladigan bo'lsak, nimani ko'ramiz? Ular ham ayni Rasulullohning mana shu yo'lini o'zlariga yo'l deb bilishgan. Musibat kelsa, xatar bo'lsa, itoatkor hollarida namozga shoshilishar edi. Shundan keyin ularning aql hushlari o'ziga kelar edi, irodalari tikkalanar edi, himmatlari asliga qaytar edi. Shuning uchun ustingga musibat keldimi, tahorat qil, ixlos bilan namozga tur. Sabr, namoz seni ruhini tinchlantiradi, qalbingga xotirjamlik olib keladi. Mana solatul xavf. Ana shu namoz ham qo'rquv, xavotir bo'lib turgan vaqtda o'qiladigan namozlardan. Mana hozirgi davrning odamlariga qarasak, ya'ni siz bilan bizga qarasak, odamlarning juda ko'pi stressga uchragan. Stress nima? Tushkunlik, vahima, qo'rquv. 21-asrning vabosi stress deydi. Psixologlar ham, tabiblar ham. Stress xotirjamlikning yo'qligi. Agar bir og'iz so'z bilan aytish kerak bo'lsa, siqilgan, nervinli, asablari tarang, bitta gap kam, ikkita gap ko'p, sal narsaga jahli chiqib ketadi, sal narsaga otilib ketadi, o'zini kontrol qila olmaydi. Mana shu stress. Bormi shu narsa? Sen yashayotgan shahar qancha katta bo'lsa, stressing shuncha katta. Sen qanchalar kichkinaroq shaharda yashayotgan bo'lsang, stressing shunchalar kichkinaroq. Agar umuman shaharda yashamasdan, chekka bir qishloqda, bir tog'da yoki sahroda yashayotgan bo'lsang, mana shu stressing ozroq. O'shaning uchun tolada ishlayotgan, tog'da qo'y boqib yurganlarda havas qilsa bo'ladi. Stress umuman yo'q. Hozirgi odamlar mana shu o'zini ichida to'planib qolgan stressni qanaqa qilib yechadi? Savol, qanaqa qilib yechadi? Ichadi. Chekadi qurug'ini, narkotikini chekadi, sigaretini chekadi, uxlaydi. Shu bilan shu stress yechiladimi? Yo'q. Ular shu qiladigan shu ishlari bilan muammoni unutishga harakat qilishadi. Ichadi, mast bo'ladi, esdan chiqib qoladi. O'ziga kelib qolganga o'xshadi, uyg'onsa muammo boboyidek turibdi. Qo'rquvning oldida, xavotirning oldida tuyoq boshini qumga tiqib olgandek, boshini qumga tiqishib oladi. Ular ishi shunga o'xshaydi. Xo'p, boshini qumga tiqib olding, ichib olding, chekib olding, sayib olding, bir hafta yotding, ichib. Shu bilan mushkula hal bo'ldimi? Yo'q. Tuyoq boshini shunday qumdan chiqarsa, muammo turibdi peshanasida. Mana shunday stress tufayli nafsiy kasallarga mubtalo bo'lgan hozirgi avlod bu stressdan qutulish uchun, bu mushkulalardan chiqish uchun namozga, masjidga shoshilish kerak. Endi qanchasi masjidga kelyapti bu avlodni? Stress sababli asabi tugagan, fe'li tarang bo'lib ketgan, muammolarni ko'pligidan zerikkan va ularda kamayish o'rniga ko'payayotganligini ko'rib, ezilib turgan bu odamlarga, bu zamonda odamlarga masjidga, namozga qaytishlik vaqti kelmadimikin? Allohu akbar dedingiz, takbiri tahrima deyiladi, birinchi takbir. Nima degani bilasizlarmi? Dunyoni hamma so'zi, ishi, fe'li, o'yi harom degani. Namozni takbiri harom qiladi dunyoni, namozni salomi halol qiladi dunyoni. Allohu akbar deganingizda siz tilingizni, ko'zingizni, oyoqlaringizni, hatto harakatlaringizni dunyoga harom qildingiz, ammo hayolingiz hali dunyo bilan. O'shuning uchun bu namoz bizga huzur halovat bermayaptimikin? To'g'rimi? Allohu akbar deyishingizga nimalar keladi hayolingizga? Robbilarni rozi qilish uchun mana shu odamlar yuzlarini masjid tuprog'iga surtish kerak. Bu bilan avvalor o'zini nafslarini mana shu tinimsiz bo'lib turgan azobdan saqlab qoladi. Aks holda tomon bo'lishadi. Aks holda namozga qilib Allohdan bir yordam so'ramasa, mana shu g'am tashvishlari, asablari parchalab tashlaydi bularni. Bu narsaga insonning toqat yetmaydi. Qoida. Boshlar qatib, qalblar bezotalanib, siqilib qolgan holatda xotirjamlikni va osoyishtalikni qalb bilan, xushu bilan o'qilgan namoz beradi. Qalbingiz bilan, xushu bilan o'qiysiz, shu muammolardan qalbingiz qutuladi.
Demak, mana shu mashaqqatlardan qutulishning bitta yo'li nima ekan? Namoz ekan. Chunki hamma ish Alloh taoloning qo'lida. Ustingga shu kunda bergan ham Alloh taolo. Qaysidir qilgan ishlaringga mukofot qilib berdi qo'sh tirnoq ichida. Endi olib qo'yadigan ham shu kunda Alloh taolo. Alloh muammoingizni hal qilishni xohlaganda, sizni yuragingizni siqib turgan, sizni qo'rqitib turgan, sizni shu muammoga tiqib turgan odam o'zi muammoni yechimini ko'tarib keladi. Agar talab qilingandaqa ibodat qilsak. Inson xushu bilan o'qilgan namoz bor yoki shunday o'qib qo'ygan namozi bor. Inson xushu bilan o'qilgan namozda topadigan xotirjamlikni boshqa hech qayerda topa olmaydi. Qaytarib aytamiz, xushu bilan o'qilgan namozda topadigan xotirjamligini inson boshqa hech yerdan topa olmaydi. Birodar, xotirjamlikni, sakinatni, osoyishtaligini 3 ta o'rindan qidir. Namozda, Qur'on tilovatida, zikrda. Qalbini xotirjam bo'lishligini 3 ta o'rindan ista. Namozda, Qur'on tilovatida, zikrda. Shu uchalasidan bittasida bo'lasan, senda biz aytayotgan sakinat, saodat bo'ladi. Qaysinisi doim biz bilan birga bo'la oladi? Zikr. Namoz bilan Qur'onga to'xtab o'tirish kerak. Ammo zikr doim. Zikr doim. Agar mana shu uchalasidan topsang, xursand bo'lib yashayver. Agar topolmagan bo'lsang, holing xarob. Eshik yopiq oldingda senda sakinat bo'lmaydi. Eshigini ochishga harakat qil. Yana Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ko'p salovat aytishlik ham mushkulalarni hal qiladi, muammolarni yechadi. Birodarlar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Ubay ibn Ka'b aytdi: "Ya Rasululloh, qiladigan duolarimni qanchasi sizga salovat bo'lsin? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. 3 dan biri bo'lsinmi sizga salovat? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yarmi bo'lsinmi? Qiladigan duolarim hammasi salovat qoraymi yo yarminimi? Qancha bo'lsa o'zingga yaxshi. Unday bo'lsa, hamma duolarimiz sizga salovatga aylantirib qo'yaman" deganida payg'ambarimiz aytdilar. Unday bo'lsa, gunohlaring mag'firat bo'lishi, g'amingni ketishiga sabab bo'ladi, kifoya qiladi dedilar. Tinmay salovat aytib ko'ring-da. Qalbingiz yashnaydi. Mana shu bir oqsoqollarni ko'rasizlar-da, yuzida nuri bor. Unaqa ilmli emas ko'p ham. Unaqa dushanba, payshanba roza tutavermaydi. Hamma qatori, lekin qarasang doim zikrda yuradi tili. Ana shu zikr nur beradi insonning yuziga. Hayotiga osudalik beradi, sakinat beradi. Zikr. Birodarlar, qaytaylik namozga, zikrga, Allohning ibodatiga. O'zi biz istab topolmayotgan, qo'limizga bir to'lmayotgan dunyoni ham Alloh taolo to'ldirib qo'yadi. Biz boshqa kraniylarga pelamizni tutib yuribmiz-da. Boshqa hovuzlarda suv olamiz deb paqirimizni ko'tarib yuribmiz. Tahajjud namozi. Tunni bir qismini uyg'oq o'tkazishing, birodar, yuragingni xotirjam qiladi, qalbingga sakinat olib keladi. Tunni bir qismida turib qiyomul layl, tahajjud namozini o'qishlik insonning qalbini xotirjam qiladi, unga sakinat olib keladi. Payg'ambarimiz aytadilar, agar banda tunda uyg'onib Allohni eslasa, so'ngra tahorat olib namoz o'qisa, o'zi tetik va qalbi xotirjam bo'ladi. O'zi tetik degani sog'lom bo'ladi jasadi, qalbi xotirjam bo'ladi degani. Kim? Qiyomul layl namozini o'qigan odam. Qachon bu? Kechqurun turib uyqudan qolib namoz o'qisa shuna bo'ladimi? Seniki bo'lmaydi endi. Chunki sen ishonmayapsanmi Rasulullohning va'dasiga? Seniki bo'lmaydi endi. Kanu qalilan minal layli ma yahjaun. Alloh maqtaydi o'zini solih bandalarini. Ular kechadan ozgina fursatgina ko'z yumar edilar. Va minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak. Kechani bir qismida uyg'onib, o'zingiz uchun nafil ibodat bo'lgan namozni o'qing. Bu ishlar bekarga emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallam vahiyni olib kelib, da'vatni avvalida ya ayyuhal muzammil qumil layla oyatini illa qolilasi tushmagan. Ey kiyimlarga o'ralgan zot, qumil layla, tunni qoyim qiling. 1 yildan keyin illa qolila degan qismi tushdi. Ungacha musulmonlar 1 yil kechasi uxlamasdan namoz o'qishdi. Illa qolila keyin tushdi. Ya'ni tunni bir qismida uxlamasdan namoz o'qing, bir qismida uxlang degan bo'ladi. Ammo o'yga illa qolila 1 yildan keyin tushdi. Chunki musulmonlarga xavotir, musulmonlarga qo'rquv, xavf, Makka da holat qiyin bo'lganda qiyomul layl bilan musulmonlarning nafslari orom oldi.
qiyomul layl bilan joni orom oldi. Tushunyapsizlarmi birodarlar? Nima uchun bizning qalbimizda o'lqa sakinat, xotirjamlik yo'q? Nimaga dollar o'ynab ketsa, kursi qaltirab ketyapmiz, adamani qilib tursa vahima bo'lib ketyapmiz? Nimaga yo'q bizda shu quvvat? Agar aqllarni ishlatsak birodarlar, namoz bizga berilgan katta ne'mat ekanligini tushunib yetamiz. Kunda o'qiydigan 5 mahal namozimiz gunohlarimizga kaforatligini tushunamiz. 5 mahal o'qiydigan namozimiz Robbimizning huzurida bizni darajamizni ko'taradigan vosita ekanligini tushunamiz. Yana bu namoz g'amlarimizni muolajasi ekan, dardlarimizni davosi ekan. Shuni bilamizmi? Namoz bizni qalblarimizni ishonishga, nafslarimizni rozilikka to'ldiradi. Mana endi namozdan, masjiddan uzoq yurgan odamlar bitta g'amdan chiqsa ikkinchisiga albatta tushadi. Bitta taynidan chiqsa ikkinchisiga kirishadi. Biridan ikkinchisiga ko'chib yuraveradi. Alloh taolo nima dedi ularni? Astagfirullah, fata'san lahum va adalla a'malahum. Bas ularga halokat bo'lur va Alloh ularning qilgan amallarini zoya qilur. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innalloha ma'as-sabirin. Ey iymon keltirganlar, Allohdan madad talab qilinglar. Nima bilan? Sabr bilan, namoz bilan. Birodar, boshingga mushkula kelsa, ustingga xavf kelsa, yuraging siqilsa, stress bo'lsang, tezda namozga shoshil. Namozga tur, Robbingdan sabr bilan yordam so'ra. Albatta Alloh taolo sabirlar bilan birgadir. Saodatning 21-sababi namozga shoshil. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.